O'zbekistondagi eng original mayskiy tuxumlar qanday tayyorlanishini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va 160 manzil sahifasiga obuna bo'ling. Bu joy Qibray tumani May qishlog'idagi O'zbekistonning eng katta tuxum yetishtirishga mo'ljallangan Sharof Rashidov nomidagi parrandachilik fabrikasi. Fabrikaga bejizga Sharof Rashidov nomlari berilmagan, chunki shaxsan ularning o'zlarining tashabbusi bilan 1968-yilda Toshkent va uning atrofini sifatli tuxum bilan ta'minlash maqsadida parrandachilik fabrikasi tashkil etilgan. Va shu kundan boshlab yaqin 60 yil davomida fabrika xalqimizni sifatli tuxum mahsulotlari bilan ta'minlab kelmoqda. Mayskiy tuxumlarning boshqa tuxumlardan asosiy farqi uning tabiiyligi va kaloriyaga boyligida. Ayniqsa tuxum sarig'ining qizg'ishligi va mazasi boshqa tuxumlardan yaqqol ajralib turadi. Shu sababdan bozorlarda va savdo rastalarida har qanday tuxumni mayskiy deb sotish urfga kirgan. Lekin aslida bu tuxumlarning 90% mayskiy emas, deydi mutaxassislar. Original mayskiy tuxumlarni Korzinka Havas va Olma marketlarida, shuningdek Safiya, Eminodov, Krember, Krafers, Panki kabi o'nlab qandolat mahsulotlar mazasida topishingiz mumkin. Ma'lumot yoqqan bo'lsa, like bosing va videoni tuxumni yoqtiradigan do'stingizga yuborib qo'ying.